Amerikada Donald Tramp talaba vizalarini vaqtinchalik to'xtatdi. Bu degani umumiy to'xtatgani yo'q. Hozirchalik to'xtatilgan vizalarning sababi bu, ya'ni Amerikada miting katta bo'lyapti. Juda ko'p xalqaro studentlar aralashib qolgani bilinib chiqyapti. Shuning uchun Amerikadagi studentlarga yuzlanaman. Telefoningizda, butun Instagramlaringizda hech qanaqa qonundan to'g'ri kelmagan narsalarni tasdiqlab, ularga obuna bo'lib va ularni qo'llab-quvvatlab qo'ymang. Qonunga javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Shu hisobda sizlar o'ylamanglar, shu talaba vizasi to'xtadi, bo'ldi deb. Albatta bu yaqin orada ochiladi. Hozircha esa mana shu yangiliklar bilan sizlar bilan bo'lishim keldi. U yoqdagi universitetdagi studentlarga esa bir narsani tilab qolaman. Hamisha tinchlik bo'lsin va hech qanaqa o'zingizga tegishli bo'lmagan mitinglarda yoki o'zingizga tegishli bo'lmagan janjallarda aralashmanglar. Maza qilib o'qinglar, diplominglarni olinglar va xudo xohlasa ona vatanga kelib karyeranglarni qilinglar. Hammaga rahmat. Videom yoqqan bo'lsa, obuna, podpiska, like unutmaymiz va ko'rishganda ko'rishguncha deb qolaman. Rahmat.